Shahzoda Muhammedovaning turmush o'rtog'i Marat Hamdamov odamlarni chuv tushirdimi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Marat Xayrullayevich Hamdamov bu odamni ko'pchilik o'zbekistonliklar mamlakat qurilish bozoriga shiddat bilan o'zgacha ishtiyoq ila kirib kelgan mard, tanti va saxiy quruvchi sifatida yaxshi tanisa, yana kimdir u shou biznes vakillaridan biri, taniqli aktrisaning turmush o'rtog'i sifatida biladi. Boshqalar esa mijozlarni qishda gazsiz qoldirgan quruvchi kompaniya Star House'ning yuzi sifatida eslab qolgan. Daryoga murojaat qilgan ayrim fuqarolar bulardan farqli ravishda Marat Xayrullayevichni boshqacha tavsiflaydi. Gap shundaki, 2023-2024 yillarda Marat Hamdamovdan uy xarid qilib shartnoma imzolagan fuqarolar ko'p o'tmay o'sha shartnomalarni bekor qilishga tushgan. Ba'zilar bunga oilaviy muammolarni sabab qilib keltirsa, ba'zilar uylarning joylashuvi, uzoqdaligi, turar joy majmuasining nomi Toshkent shahridagi tumanlardan birining nomi bilan bog'liqligi bois ularni chalg'itganini aytadi. Yana boshqasi esa men sotib olgan uy qurilishiga hali ruxsat olishmagan ekan, qurilish noqonuniy bo'lgani bois hamon boshlanmadi deydi. Yana bir murojaatchi Mansur Do'styorovning aytishicha, u ham uyning boshlang'ich to'lovi uchun Marat Hamdamov kompaniyasiga 100 million so'm pul to'lab ololmay sarson bo'lgan. Roza Qurbonova ismli murojaatchi Imorat kompaniyasiga uy uchun 113 million so'm to'lov qilganini, ammo ularga va'da qilgan uy qurilishi haligacha boshlanmaganini aytmoqda. Yana bir murojaatchining aytishicha, Marat Xayrullayevichdan uy xarid qilib shartnomasini bekor qilgan va pulini qaytarib olishga harakat qilayotganlarning turnaqator navbati shakllangan. Mansur Do'styorovning aytishicha, qurilish kompaniyasi direktori uning 100 million so'm pulini qaytarib berishsa, uy qurilishlari to'xtab qolishini, quruvchi kompaniya odamlarning puliga uy qurayotganini tan olgan. Va'daga ko'ra bir haftadan so'ng yana Marat Xayrullayevichni bezovta qildik. Navbatdagi uchrashuvda quruvchi kompaniya rahbari ommaviy axborot vositalari vakiliga berilgan va'dani bajarmaganini, ya'ni murojaatchilar pulini qaytarib bermayotganligini xodimlarning beparvoligi bilan izohlagan. Shu gap so'zlardan keyin Marat Xayrullayevich jurnalistlardan yana 10 kun muddat so'radi va shu muddat ichida barcha murojaatchilar muammosini hal etib Daryoga bu haqda intervyu bermoqchiligini, shu chiqishida bu kabi muammolarga ro'y-rost javob berishni ham va'da qildi. Ammo 10 kunlik muddat o'tgach, u jurnalistlardan maqolani chiqarmaslikni talab qila boshladi. Har gapida tahririyat bilan tijorat shartnomasi imzolamoqchi ekanligini bildirdi. U bu orqali muammolarga ko'z yumishni taklif qilayotgandek edi go'yo. Biroq jurnalist muammolar yuzasidan so'rayotgan so'rovga reklamani aralashtirmaslik taklifini bergach, mening o'ylashim bo'yicha bu yerda qanaqadir xolislik bo'lmayapti. Bu yerda qanaqadir bir shaxsiy manfaatni mening tasavvurim bo'yicha hozir shunga borib taqalyapti. Chunki sizlar reklama qilgan obyektlarda hech qanaqangi hujjat, ruxsatnomalari bo'lmagan. Odamlarning pulini ololmasdan sarson bo'lib yuribdi. Juda katta muammo yuzaga kelayotgan ekanda. Mayli, quruvchi kompaniyaning kimligini aytmayman. O'zingiz bilsangiz kerak. Lekin sizlar yana reklamasini qo'ydinglar. O'zingiz aslida fuqaro tarafdamisizlar yoki pulni to'lasa himoya qilib ketaverasizlarmi, dedi. Shuningdek, Marat Xayrullayevich Daryo tahririyati ustidan prokuraturaga shikoyat qilish niyati borligini aytib, qo'rqitishga ham urindi. Shu do'q-po'pisalardan ko'p o'tmay Marat Xayrullayevichning vakili Daryo tahririyatiga kelib, dastlabki 4 nafar murojaatchining 3 nafariga pullari to'liq to'lab berilganligi, bu pullardan hech qanaqa jarima undirilmaganligini, biroq To'lqinoy Mamadxalilovnaning pulini qaytarilmaganligi bois u bilan sudlashish jarayonlari davom etayotganligini qo'shimcha qildi. Shu bilan masala hal bo'lib qolmadi. Daryo o'zbekistonliklarni qiynayotgan muammoni o'rganar ekan, murojaatchilar soni kundan kunga ortib bormoqda. Murojaatchilar uzoq hududlardan
har safar ko'p sarf xarajat bilan kelishsa-da, hech qanday natija bo'lmayotganidan shikoyat qilmoqda. Har safar bir xil quruq gap eshitib, asablari charchaganliklarini aytishmoqda. Internetda tarqalgan videolardan esa pulini so'rab borib, sog'ligiga ziyon yetib, tez yordam chaqirishgan holatlar aks etgan videolar ham tarqalmoqda. Hanuz na uyini, na pulini ololmay sarson bo'layotgan o'nlab fuqarolarning fikrlarini videoda batafsil tinglashingiz mumkin. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.